Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Bugun 2-iyul sanasida Karmen noylarida terim jarayoni. Bugun 2-kuni 1-iyulda kechadan Karmen noylar terim boshlangan. Kamerani yaqinroq olib kelib, bo'g'on akalarimizga yetirgan holatini ko'rsatib qo'ying. Juda ko'p telefonlar bo'ldi. 21-iyulda Karmen noyni YouTube kanalimizga qo'ydik. Karmen noyni Tayvandagi nima deb juda ko'pchilik savol berdi. Sekin yurib olib kelib, bo'g'on akalarimizga ko'rsatib qo'ydik. Mana holatlari. Tayvandagi bexida bo'lgan 2020-yil ekilgan karantin payti to'liq 6 yoshga to'lib, mana 7-yoshga o'tyapti. Mana olgan hosillar. Olib keling, mana bu hamma kutlari mana 5 kilodan 10 kilogacha meva bergandir aytib o'tganmiz. Mana sizlarga hozir bir tutib qancha hosil borligini birgalikda mana men teraman, o'zlaring baho berasizlar. Karmen noyni bandi qattiq bo'ladimi, to'kilmaydimi shamolda deb juda ko'pchilik ham savol berdi. Bandi qattiq noylardan mana. Bandi qattiq, bizda juda ko'p shamollar bo'ldi. Bu Karmen noyimiz to'kilmadi. Mevani og'irligi o'rtacha 250 gramdan 300 gramgacha chiqadi. Yana kimga qiziqadigan savollari bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Juda sifatli, juda kalibri, katta eng zo'r eksport bob noylardan. Yana bir tutdi. Mana bir yachik. Mana Karmen noyi. O'rtacha hozir shu holati o'rtacha 8 kilo atrofida chiqadi. Karmen noyni sotilgan bahosini ham sizlarga aytib o'tamiz. 35 ming so'mdan Karmen noyni sotishga mo'ljalladik, lekin 2 ming so'm tushib 33 ming so'mdan baraka qildi. Hozir sizlarga yashillarga upa-ko'pga bo'layotgan holatini ham ko'rsatib o'ramiz. Mana bitta yashilni olib chiqib ketamiz.